hech kim qilib olmaganmanmi deb qilganman, lekin shunaqa odamlar bor ekan, video yomon ommalashib ketgan. O'sha laganchi o'sha paytda yomon trendda bo'lgan. Assalomu alaykum. 1 minut haqida aytdim. 1 minut o'sha dadamdan ko'rib, dadamning xarakterlarini olib chiqqanman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hammaga yoqadi, gap yo'q. Munisa Rizayeva bilan olgan vayingiz. Munisa Rizayeva bilan mashinani itardimi? O'sha zo'r ketgan. Bo'lgan bir ideya kelib qolgan. O'zim shu mo'ykaga yaqin yurib ketayotganimda shu mashina haqiqatan buzilib qolsa, bironta san'atkor mashinasini itarsa, keyin maqtanib yursa qanaqa bo'lar ekan degan bir ideya kelib qolgan. Keyin Munisa Rizayevaga aytganmiz, yoqqan, sразу syomkasini qilganmiz, zo'r chiqqan. Kinoga ham tushib yangiliklar bo'ladimi? Ijodda kino qilish niyatimiz bor, faqat hozir emas, sal hozir ishlar juda zich. Mana shu ishlardan hammasidan xudo xolasa yaxshi yoruzlar bilan qilib olsak, kinoga ham o'tish niyatimiz bor. Aziz zo'r deb bering, xo'p bo'ladi. Qibraga qachon kelasiz? Xudo xolasa boraman. Qanday kelgan g'oya? Hamma bildi o'sha ustani bo'rilari zo'r bay. Ustani bo'rilari o'zimning uyimda bo'lgan. O'zimda qarindoshim kelgan. Usta bo'lib kelganda o'zimning qarindoshim, короче, meni qo'linglardan keladimi, shunaqa qila olasizlarmi? Sen ustani bo'risini topding deb ayam tomonidan qarindoshda ayamga aytgan. Sen ustani bo'risini topding, zo'r chiqadi deganda, keyin bir kun shunday shifrni qarasak, shifr chiziqlari bo'ladi, o'zi ustalar biladi, erkaklar ko'pincha biladi, o'sha palasasi qiyshiq chiqqanda, mana unaqa valna bo'lgan. U shunaqa bo'ladimi deganda, keyin qo'shnilar ham aytganda, u so'rchichoda "Nito bu qiyshiq qilingan" deganda, qaytadan shifrni ochib, qaytadan qilganda ustani bo'risi. O'shandan keyin ideya kelgan, o'sha ustani